Assalomu alaykum. YouTube uchun maxsus video tayyorladim. Men o'zim motorist ustaman. Gazlirovka boshqargani notebook ishlatamiz. Batareyka masalasi bo'yicha. Xo'p, notebook Asus VivoBook OLED ekranlik, juda ham yuqqa, o'ta sifatli, men o'zim yoqadi ishlashi. Yangi olganman, qishda qattiq sovuqda ustaxonada qolib ketgan bu. Keyin shu bilan batareya o'ldi. Bu radnoy batareykasi. Shu joyga ahamiyat qilishingiz kerak. Ko'rishingiz mumkin 70 watt, 70 wattligi. Batareya sig'imi ham 5800 qanchadir ham. Hozir shu joyda yozuv ham bor, 5895, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 5895 amper. Men uni batareykani yaxshi tushunmaganim sababli shaharda qo'ydirganman. Shaharda qo'ydirsam, keyin shuni qo'yish bergan. Bu ancha yupqa, ancha nozik. Keyin qaranglar, 3400 amper 39 wattlik. Bu 70 watt 5900 lik. Shu bilan keyin Toshkentdan ham bu yerdan surishtirdim, o'zim maxsus kod orqali. $70 deyishdi. $70 deb aytishdi. Keyin men buni Xitoydan zakaz qildim. Shunaqa holatda, shunaqa idishda keldi. Eng qizig'i, men Andijon viloyati Paxtabod tumaniga 340 ming so'mga zavodskoy batareyasi, ya'ni amperi kattasi o'ziniki bilan bir xil keldi. Ichidan nimalar chiqdi? Xo'p, ochayotgan vaqtda videoga olmadim. Bular chiqdi. Yangi batareya chiqdi. Yana qo'shimchasiga o'zini ichidan maxsus shestakiraynik hamda figurni atitkalari chiqdi. Plasmasdan chiqarish uchun shunaqa narsalari chiqdi. Zavodga qilib qo'ydim. $70 qadayu 340 ming so'm qarda. Qayerda? Nima qildirsanglar, o'zini zavodskoy bo'lsa qo'yinglar deylar. Bu qarang qanchalik yupqa. Bu zavodskoy qalin hamda og'ir. Buni amperida ham katta farq bor ekan. Bunda 2 soatga yetib o'chadi notebook. Bunda 4 soat 5 soat yetadi. Hozir mana o'zinikida olib keltirdim. O'zinikida steker, Xitoydagidan kelganda steker bo'lmaydi ekan. O'zinikini stekerini chiqarib qo'ydim. Buniki stekeri o'zida bo'lar ekan, quyma, ya'ni ichkaridan payka qilingan holatda. Men buni qo'yib, yig'ib, chiroyli qilaman. Kimgaki notebook to'g'risida batareya, qisqasi mana shunaqa elektron narsa kerak bo'lsa, pastda raqamim bor, menga telefon qilinglar. Men shunchaki o'rtada turib gaplashib beraman. O'zingizga sizga tan narxi olib keltirib beradi. Juda ham arzon narx. $70 taxminan 900 ming bo'ladi. Bu 340 mingga dastavkasi bilan keldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar.